Assalomu alaykum. 28 dekabr 2025-yilda tushgan oxirgi 10 savollarning 36dan 40 savollargacha bo'lgan tahlilini ko'ramiz. Keyingi qismi chiqishi uchun videoga layk va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Endi boshlaymiz. 36-savol. Tenglamlar sxemasi berilgan. A shartida juftliklar sxemasidan y taqsim x ning eng kichik qiymatini so'rayapti. B shartida esa nechta yechimlar juftligiga ega? Tenglamlar sxemasini yechish uchun birinchi tengligimizni ko'paytuvchilarga ajratib olamiz. Ko'paytuvchiga ajratsak, x kvadrat plus 2x y plus y kvadrat minus xy teng 133 desak bo'ladi. Keyingisi x plus ilzosida x y plus y teng 19. Bundan birinchi tenglik ko'paytuvchiga ajratsak, x plus minus ilzosida xy ko'paytirilgan x plus y plus ilzosida xy teng 133. Keyingisi x plus ilzosida xy teng 19 bo'lsa, o'rniga qo'ysak, bundan hosil bo'ladi x plus y minus ilzosida xy ning 7 ga tengligi va x plus y plus ilzosida xy bilan sistema qilsak, yana sistemamiz soddalashdi. Soddalashgan sistemadan plus minus bir marta qo'shib bir marta ayirsak hosil bo'ladi. X plus y ning demak 13 ga tengligi hosil bo'ladi. Ilzosida xy ning esa 6 ga tengligi hosil bo'ladi. Sistemani x plus y teng 13 desak va x y ni 36 desak, bu sistemani ishlasak, yechimlar juftligi 4 va 9 va shu bilan birgalikda 9 bilan 4. 9 bilan 4 yechimlar juftliklar sistemasidan y ning x ga nisbatining eng kichik qiymati 4 9 bo'ladi. Yechimlar juftligi bor. Y ning x ga nisbatining eng kichik qiymati y bo'yicha 4, x bo'yicha 9 ikkalasining nisbatini olamiz. A qismiga yn taqsim x n ning minimal qiymati 4 taqsim 9. A qismiga 4 taqsim 9 bo'ladi. Endi B qismiga ikkita yechimlar juftligi ikkita. Keyingi savol 37. Tenglama berilgan. A shartida minus pi va pi oraliqda nechta yechimga ega? B shartida 0 va 2 pi oraliqdagi yechimlar yig'indisini toping. Tenglamani yechishda birinchi navbatda soddalashtirib olamiz. Soddalashtirish qanday bo'ladi? Demak, sinus kub x ni sinus kvadrat x ko'paytirilgan sinus x ko'paytirilgan sinus 3x buni yozamiz. Keyingisi kosinus kub kosinus 3x ni esa kosinus kvadrat x ko'paytirilgan kosinus x ko'paytirilgan kosinus 3x buni yozamiz. Teng kosinus kub 6x va sinus x bilan sinus 3x ni ko'paytiramiz, kosinus x bilan kosinus 3x ni ko'paytiramiz. Ko'paytirsak nima hosil bo'ladi? Ko'paytirsak 1 taqsim 2 kosinus 2x minus 1 taqsim 2 kosinus 4x. Keyingisida xuddi shuning plyusligi. 1 taqsim 2 kosinus x plus 1 taqsim 2 kosinus 4x teng kosinus kub 6x bo'ladi va 2 ga ko'paytirib soddalashtiramiz. Soddalashtirsak sinus kvadrat x kosinus 2x bo'ladi minus sinus kvadrat x kosinus 4x bo'ladi. Keyingisi kosinus kvadrat x kosinus 2x bilan qarshi chiqyapmiz. Keyingisi
kosinus kvadrat x kosinus 4x bo'ladi. Teng 2 kosinus kub 6x. E'tibor bergan bo'lsak, kosinus 2xlar bir xil, ko'paytuvchi chiqarsak bo'ladi. Bunda kosinus 4xlar bir xil, ko'paytuvchi chiqarsak bo'ladi. Demak, birinchisi bo'yicha ko'payib chiqarsak, kosinus 2x ning o'zi qoladi. Mana bu sinus kvadrat bilan kosinus kvadrat yig'indisi teng bo'ladi. Keyingisida esa kosinus kvadrat x bilan kosinus 2x ayirmasi hosil bo'ladi. Kosinus 4x chiqarsak nima qoladi? Demak, kosinus 4x ni chiqardik, qoladi kosinus kvadrat x bilan sinus kvadrat ayirmasi kosinus 2x ni beradi. Tenglik 2 kosinus kub 6x. Yana kosinus 2x ni chiqarsak, kosinus 2x chiqarsak qoladi 1 plus kosinus 4x teng 2 kosinus kub 6x. Bundan ikkinchi qavs bizga nimani beradi? 1 plus kosinus 4x o'zi 2 kosinus kvadrat 2x ni beradi. Demak, kosinus 2x ko'paytirilgan 2 kosinus kvadrat 2x ikkilangan burchak formulasi bo'yicha. 2 ko'paytirilgan kosinus kub 6x. Demak, 2 bilan 2 ketsa, kosinus kub 2x imiz kosinus kub 6x ga teng bo'ladi. Bundan kublarni qisqartirib yuborsak, kosinus 2x imiz kosinus 6x ga teng va x imiz plus minus 6x plus 2 pi n ga teng. Va x ni tilzim topsak, x birimiz pi n taqsim 4. Ikkinchi tilzimni topadigan bo'lsak, pi n taqsim 2 bo'ladi. Minus pi n taqsim 2 bo'ladi. Shuni plus pi n taqsim 2 deb yozsak ham bo'ladi. Endi shu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu yerda ikkita bir-biriga karrali ildizlar hosil bo'lyapti. Ikkita bir-biriga karrali ildizlar hosil bo'lyapti. Demak, ikkalasi ham bir-biriga karrali ildizlar hosil bo'lsa, biz kichigini olib ketamiz. Mana bu umumiy ildiz bo'ladi. Shu bo'yicha ketamiz. Demak, kichigini olib ketadigan bo'lsak, A sharti bo'yicha ishlaymiz. A sharti bo'yicha o'zi x teng pi n taqsim 4 bo'ldi. Minus pi pi oralig'ida n ga faqat minus 4 berish mumkin. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 butun qiymatlarda oraliqqa tushadi. Demak, bu oraliqda 9 ta butun yechim bor. A qismiga 9 ta. B qismida 0 2 pi oraliqdagi yechimlar yig'indisi. Demak, x tegishli 0 2 pi va x ning o'zi pi n taqsim 4. Oraliqda ildizlari 0 pi taqsim 4 n ga 1 qo'ysak, 2 qo'ysak 2 pi taqsim 4, 3 qo'ysak 3 pi taqsim 4. 4 qo'ysak 4 pi taqsim 4, 5 pi taqsim 4 keyingisi 6 pi taqsim 4 va 7 pi taqsim 4 plus 8 pi taqsim 4. Teng bo'ladi 1 pidan 8 pigacha yig'indi. Demak, 3, 6, 10, 15, 28. 28 bo'lyaptimi? Demak, bundan 36 pi taqsim 4 bo'lsa, bu 9 piga teng. B qismiga 9 pi. Keyingi savol. 38-savol. 38da fx funksiya berilgan va gx funksiya berilgan, funksiya grafiklari berilgan. Agar funksiya x teng 2024 absissa o'qiga urinsa, fx funksiya gx funksiya x teng 0 nuqtada absissa o'qiga urinsa,
fx va gx tenglamaning ildizlari 0 va 2024 bo'ladigan bo'lsa, A shartida koeffitsiyentlar bo'yicha nisbat so'rayapti, B shartida mana shu ifodani qiymatini so'rayapti. Endi chizmaga e'tibor berib, funksiyani quradigan bo'lsak, ya'ni chizmaga e'tibor beramiz. Bizda fx funksiyani qurib olsak bo'ladi. Mana bu 2024 x o'qiga urinsa, bu karrali iliz hisoblanadi. Ikki karrali ilizni qanday yozamiz funksiyada? X minus 2024 ning kvadrati ko'rinishida yozamiz. Va bitta ildizi 0 bo'ladigan bo'lsa, nollar bo'yicha yozyapti funksiyani. X ko'paytirilgan x minus 2024 ning kvadrati hosil bo'ladi. Fx funksiyamiz. Endi gx funksiyamizchi? Gx funksiyamizda demak 0 karrali ildiz bo'lyapti. 0 karrali ildiz bo'lgandan keyin x ning kvadrati bo'ladi. Demak 2024 ildizi bo'lsa, x ning kvadrati bu x minus 2024 ni beradi. Demak, fx funksiya bo'yicha quradigan bo'lsak, bundan x ning kubi minus 2 ko'paytirilgan 2024 x ning kvadrati plus 2024 x ning o'zi plus 0. Va bundan koeffitsiyentlar kelib chiqadi. A koeffitsient minusdan 2 ko'paytirilgan 2024. B koeffitsient esa x ning oldidagi koeffitsient 2024 va S koeffitsient 0 ga teng. Gx ni yozadigan bo'lsak endi. Gx ni soddalashtirib yozamiz. X ning kubi minus 2024 x kvadrat. Bundan koeffitsiyentlar kelib chiqadi. Koeffitsiyentimiz demak, koeffitsiyentimiz minusdan 2024. Qolgani yo'q bo'lgani uchun Q va T koeffitsiyentlar 0 ga teng. Endi A sharti bo'yicha yechimni topamiz. A sharti bo'yicha A ko'paytirilgan P plus S taqsim B plus Q plus T. Mana bunda B qismida kvadrat qolib ketdi. 2024 ning mana yerda kvadrati bo'ladi. Endi davom etamiz. A qismi bo'yicha davom etadigan bo'lsak, A ni o'rniga qo'yamiz. Minus 2 ko'paytirilgan 2024, B ni o'rniga minus 2024 va S ni o'rniga 0 qo'yamiz. B ni o'rniga 2024 ning kvadrati plus 0 plus 0. Hisoblasak bu 2 ga teng. A qismiga 2. B qismida. Demak, B qismi bo'yicha so'ralganimizda J 2025 taqsim F 2025 qo'shilgan J 2023 taqsim F 2023. Demak, bizda funksiyalar ma'lum, fx va gx funksiyalar ma'lum. Fx ni o'rniga 2025 qo'yadigan bo'lsak, gx ni o'rniga gx ni o'rniga 2025 qo'yadigan bo'lsak, 2025 ning kvadrati bo'ladi. Bo'lsa, mahraj esa f ning o'rniga 2025 qo'ysak, 2025 bo'ladi. Keyingisidan plus j ni o'rniga 2023 qo'yadigan bo'lsak, minusdan 2023 ning kvadrati bo'ladi. Va f ning o'rniga 2023 qo'yadigan bo'lsak, tepadagi funksiya bo'yicha 2023 bo'ladi. Buni hisoblasak, B qismiga ham 2 chiqadi. Qaysi funksiyaga qo'ydik? Tepadagi funksiyaga qo'ydik. Gx va fx funksiyaga qiymatlarni qo'ydik.
Shu bo'yicha. Demak, bir qismiga 2. 2 bo'ladi. Endi keyingi savolga o'tamiz. 39. Funksiyaning uchinchi tartibli xoslasi mavjud va funksiya berilgan. A sharti bo'yicha qiymatni so'rayapti. B sharti bo'yicha qiymatini so'rayapti. Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, funksiyaning ko'rinishi juda qo'rqinchli bo'lgani bilan o'zi yechimi juda sodda. Ya'ni, birinchi navbatda funksiyaning juft yoki tog'ligini aniqlab olishimiz kerak. Funksiyaning juft va tog'ligini aniqlash uchun nima qilamiz? X ni o'rniga minus x qo'yamiz. Demak, x ning o'rniga minus x qo'ysak, mana bu funksiyamiz nima bo'ladi? Demak, o'zi mana shu funksiyani bo'lakcha soddalashtirib olaylik. X taqsim 1 minus 2 darajasi x minus x taqsim 2. Bundan hisoblasak, x ko'paytirilgan 1 plus 2 darajasi x va 1 minus 2 darajasi x. Endi x ning o'rniga minus x qo'ysak, f minus ximiz minus qo'ysak, x ko'paytirilgan. Demak, x ko'paytirilgan minus x ko'paytirilgan 1 plus 2 darajasi minus x, 1 minus 2 darajasi minus x. Bundan hosil bo'ladi. Yana x ko'paytirilgan 2 darajasi. Yana funksiyaning o'zi hosil bo'ladi. Demak, 1 plus 2 darajasi x bilan 1 minus 2 darajasi x. Demak, funksiyaning o'zi hosil bo'ladi. Mana funksiya juft. Juft. Demak, kosinusni bilamiz. Kosinus ham juft funksiya. Va mana buning o'zi juft funksiya. Juft funksiya. Demak, uchala funksiyalar juft bo'lsa, bundan hosil bo'ladi fx ning, demak, f minus x ga tenglik hosil bo'ladi. Yo'q, teskarisi. Teskarisi f minus x ning f x ga tenglik hosil bo'ladi. Va ikkala tarafdan hosil olib yuboradigan bo'lsak, f ximiz minusdan f shtrix ximiz minusdan f shtrix minus x ga teng. Demak, argumentdan hosil olyapti shuning evaziga. Demak, va yana bir marta hosil olib yuboradigan bo'lsak, f ikkita shtrix ximiz yana f ikkita shtrix minus x ga teng. X ga teng va bu bo'yicha a va b shartlarini hisoblaydigan bo'lsak, shu yerda sal xato ketibdi. Mana bu juft emas, bunisi tog' funksiya bo'lardi. Chunki mana bu ilzosi 1 plus x kvadrat plus x ning minus birinchi darajasi bo'ladi. Agar x ning o'rniga minus x qo'ysak. Shuning evaziga bu tog' funksiya bo'lar ekan. Demak, funksiya tog'. Demak, f minus x minus fx ga teng. Va hosillar ham o'zgaradi. Demak, hosillar ham o'zgarsa, bundan f shtrix ximiz minusdan f shtrix minus x ga teng. Plyusdan ekan. Plyusdan f shtrix hisoblasak minus x ga teng. Va yana bir marta hoslansini oladigan bo'lsak, f ikkita shtrix ximiz minusdan f shtrix ikkita shtrix minus x ga teng. Endi a va b shartlar bo'yicha hisoblaymiz. A sharti bo'yicha f shtrix 2025 mana bu shart bo'yicha, ya'ni birinchi tartibli xoslasiga qo'yadigan bo'lsak, teng bo'ladi f shtrix minusdan 2025 dan. Shu shartni qanoatlantirgan.
Demak, ikkalasi teng bo'lgandan keyin birinchi qismda mana bu, demak, birinchi qism bo'yicha yozib qo'yadigan bo'lsak, bu 0 taqsim qandaydir ifoda. Bu 0 ga teng. A qismiga 0 bo'ladi. Endi B qismi bo'yicha yozadigan bo'lsak, nimani so'ragan? F shtrix 2 bilan F shtrix minus 2 suratda. Demak, F shtrix 2miz minusdan F shtrix minus 2 ga teng. Va bu bo'yicha ham hisoblasak, surati 0 bo'ladi, maxraj nimadir? Demak, B qismiga ham 0. Demak, 39 savolning A qismi ham B qismi ham 0 natija chiqadi. Endi keyingi savolimiz. 40ta. 40ta fx va gx funksiya grafiklari berilyapti. Agar fx funksiya 2,6 nuqtada aniqlangan bo'lsa va A shartida koeffitsiyentlar bo'yicha nisbat so'rayapti. B shartida funksiyalar bilan chegaralangan soha yuzini toping. E'tibor bergan bo'lsak, chizma bo'yicha bu 4 bo'yicha chegaralanyapti. Ikkita funksiya 4 bo'yicha chegaralanyapti. Tepasi yarim aylana. Chunki mana bu yarim aylananing funksiyasi. Yarim aylana. Past esa parabola. Funksiya bo'yicha mana buni hisoblaydigan bo'lsak, o'zi yarim aylananing formulasi, agar x tegishli deyapti, funksiya 2,6 da aniqlangan va 2,6 da aniqlangan funksiyamiz qanday bo'ladi? Markasi qayerda? Birinchi markasini topib olaylik. Demak, 2,4, 6,4 bo'lsa, simmetriyasi 4 nuqtada bo'ladi. Mana bu 4 ni beradi va markasi 4 nuqtada. Demak, x minus 4 ning kvadrati plus y minus 4 ning kvadrati. Bu radiusning kvadrati, radiusimiz ham 2 ga teng. Yozib qo'yaylik, markazi 4 nuqta va radiusi 2. Mana shu yarim aylananing grafikini beryapti. Endi pastdagi parabola esa ko'rinib turibdi. Mana 4 ga urinyaptimi? Demak, parabola y teng x minus 4 ning kvadrati. Demak, y emas, shuni gx teng deylik. X teng x minus 4 ning kvadrati. Demak, mana bu yerdan mana buni bunday ko'rinishda yozaylik. Ya'ni fx minus 4 ning kvadrati plus x minus 4 ning kvadrati teng 4 ga. Va bundan fx ni topadigan bo'lsak, mana 2,6 aniqlangani bo'yicha fximiz teng bo'ladi. Ildiz tagida, demak, ildiz tagida o'zi minus x kvadrat plus 8x 16 bo'lsa, 4 dan 16 ni ayirsak minus 12. Minus 12 bo'ladi va plus 4 bo'ladi. Fx funksiyamiz. Endi gx funksiyamiz esa x kvadrat minus 8x plus 16. Nima uchun mana bu xulosalarga keldik? Chunki mana grafikda qiymatlar, nuqtalar berilgan. Nuqtalar va tepasi yarim aylana bo'lganligi evaziga funksiyani shunday ko'rinishda yozdik mana. Endi bizda koeffitsiyentlar ma'lum. Koeffitsiyentlarimiz ma'lum. Nima qilamiz endi? A sharti bo'yicha koeffitsiyentni yozib qo'yaylik. A minus 1 ga teng, B'miz 8 ga teng, C'miz minus 12 ga teng va D'miz 4 ga teng. Pastda K koeffitsient 1 ga teng, P koeffitsient minus 8 ga teng, Q koeffitsient 16 ga teng
A sharti bo'yicha pastdagi, ya'ni KP quvlar yig'indisi 9 bo'ladi. A, B, C, D'larning yig'indisi esa -1 bo'ladi. Natija -9. A qismiga -9 bo'ladi. B qismi funksiyalar bilan chegaralangan yuzani toping. B qismida demak tepasi yarim aylana, pasi parabola. Demak, yarim aylana. S bo'yalgan yuzi nimaga teng o'zi? S yarim aylana bilan plus S parabolaning yuzasining yig'indisiga teng. Yarim aylananing yuzi o'zi pi r kvadrat taqsim 2. Parabolaning yuzi chegara 2 dan 6 gacha. Tepada mana funksiya 4 bo'lyapti. Bu 4 dan ayiramiz. J x funksiyani. Demak, shu bo'yicha integral hisoblaymiz. Demak, radius o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak, yarim aylananing yuzi 2pi bo'ladi. Va mana bu integral hisoblaydigan bo'lsak, plus 2 dan 6 gacha 4 minus jx ni o'rniga qo'yamiz. X minus 4 ning kvadrati va dx. Bu bo'yicha hisoblasak, parabolaning yuzi 32 taqsim 3 bo'ladi. B qismiga 2pi plus 32 taqsim 3 bo'ldi.